Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Pul va banklar fani bo'yicha navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz Markaziy bankning mustaqilligi deb nomlanadi. Men Moliya va bank kafedrasi o'qituvchisi Sheraliyev va sizlar bilan bugungi mavzuni birgalikda ko'rib o'taman. Marhamat, mavzumizning rejasi quyidagilardan iborat. Birinchisi, Markaziy bank mustaqilligi tushunchasi. Ikkinchisi, Markaziy bankning siyosiy mustaqilligi va uni belgilovchi mezonlar. Uchinchisi, Markaziy bank iqtisodiy mustaqilligi va uni belgilovchi mezonlar. Markaziy bank mustaqilligi tushunchasi. Iqtisodiy adabiyotda Markaziy bank mustaqilligi tushunchasi turli iqtisodchi olimlar tomonidan turlicha talqin etilgan. Misol uchun, Massachusets texnologiya universiteti professori Stanley Fisherning fikriga ko'ra, Markaziy bank mustaqilligining ikkita turi mavjud. Demak, birinchisi instrumentlarni tanlashdagi mustaqilligi bo'lsa, ikkinchisi maqsadlarni tanlashdagi mustaqilligi bo'lib hisoblanadi. 1991-yilda Grilli fanga Markaziy bankning siyosiy mustaqilligi tushunchasini birinchilardan bo'lib kiritdi. Uning fikriga ko'ra, Markaziy bankning siyosiy mustaqilligi bu Markaziy bank rahbariyatini tayinlash jarayonini hukumatdan mustaqilligidir deb aytib o'tyapti. Ammo hozirgi davrda Markaziy bankning siyosiy mustaqilligi nafaqat Markaziy bank rahbariyatini tayinlash jarayonidagi mustaqillikni, balki pul kredit siyosatini amalga oshirishdagi mustaqilligini ham o'z ichiga oladi. Ko'pchilik iqtisodchi olimlar, misol uchun Maskandara, Tabellini, Zuckerman, Effinger Shalling va boshqa iqtisodchi olimlar tomonidan Markaziy bankning iqtisodiy mustaqilligini mavjudligini e'tirof etilgan. Markaziy bank iqtisodiy mustaqilligi bu Markaziy bankning o'z ixtiyoridagi mablag'lar va instrumentlardan foydalanishda hukumatdan va davlat boshqaruv organlaridan mustaqilligidir. Xo'sh, hozirgi davrda xalqaro amaliyotda Markaziy bank siyosiy va iqtisodiy mustaqilligini baholashda asosan 3 ta indeksdan keng foydalanib kelinmoqda. Bular Zuckerman indeksi, GMT indeksi va Effinger Shalling indeksidan foydalanilmoqda. Demak, bu indekslarning ichida nisbatan hozirda keng qo'llanilayotgan indeks bu GMT indeksi bo'lib hisoblanadi. Ushbu indeksning nomi uni birinchilardan bo'lib taklif etgan 3 ta italyan iqtisodchi olimlarning familiyalarining bosh harflaridan olingan, ya'ni Grilli, Maskandara va Tabellini. Xo'sh, har bir mezon ikkita o'lchamga ega, ya'ni 0 va 1 ball bilan baholanadi. 0 ball mustaqillik darajasi past bo'lgan markaziy banklar bo'lsa, 1 ball esa mustaqillik darajasi yuqori bo'lgan banklar oladi. Siyosiy va iqtisodiy mustaqillik indekslari bo'yicha to'plangan ballar qo'shilib umumiy mustaqillik indeksi aniqlanadi. Umumiy mustaqillik indeksining eng yuqori darajasi 15 ballga teng bo'ladi. Shundan 8 ball siyosiy mustaqillikka, 7 ball esa iqtisodiy mustaqillikka qo'yiladi. Demak, marhamat, Markaziy bank siyosiy mustaqilligi uning mezonlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, GMT indeksida Markaziy bank siyosiy mustaqilligi quyidagi mezonlar bo'yicha asoslanadi. Birinchisi, Markaziy bankning rahbari hukumatning aralashuvisiz tayinlanadi. Xo'sh, GMT indeksiga muvofiq Markaziy bankning raisini tayinlashda hukumat aralashsa, demak, o'sha Markaziy bank 0 bo'ladi. Bu GMT indeksiga zid, ya'ni Markaziy bank raisini tayinlashda hukumat aralashdimi, o'sha davlat markaziy banki 0 ball oladi. Ikkinchisi, Markaziy bankning rahbari 5 yildan ortiq muddatga tayinlanishi kerak. Biz bilamizki, taraqqiy etgan mamlakatlarda Markaziy bankning raislari 6 yil va undan ko'proq muddatga tayinlanadi. Uchinchisi, Markaziy bankning direktorlar kengashi hukumatning aralashuvisiz tayinlanadi. Ya'ni direktorlar kengashida albatta hukumat aralashmay tayinlanadi. Va to'rtinchisi, Markaziy bank direktorlar kengashi bankka 5 yildan ortiq muddatga rahbarlik qiladi. 5-chi, hukumat vakillarining Markaziy bank direktorlar kengashida majburiy tarzda ishtirok etish zaruriyati yo'q. Ya'ni kengashda zaruran ishtirok etish mavjud emas. Keyingisi, pul kredit sohasidagi qarorlarning hukumat tomonidan ma'qullanishi zaruriyati mavjud emas. Demak, Markaziy bank ma'lum bir pul kredit sohasidagi ma'lum bir qarorlarni qabul qilayotganda, bu qarorlarning qabul qilinishida hukumat
ma'qullanishi zarur emas. 7-si Markaziy bank qonun bo'yicha ustuvor maqsadlardan biri sifatida baholar barqarorligini ta'minlashga harakat qiladi. Biz bilamizki, har bitta davlat taraf etgan davlatlarda ham, o'rtasida ham Markaziy bankning bosh ustuvor maqsadi bo'lib, bilamizki, baholar barqarorligini ta'minlash bo'lib hisoblanadi. 8-si Markaziy bank va hukumat o'rtasida ziddiyat yuzaga kelganda, ma'lum bir o'sha pul kredit sohasida va boshqa sohalarda ziddiyat yuzaga kelganda, uning pozitsiyasini kuchaytiruvchi qonunchilik me'yorlarining mavjudligi. Mana bu o'sha 8 ta mezon bu Markaziy bankning siyosiy mustaqilligini belgilovchi mezon bo'lib hisoblanadi. Marhamat, endi Markaziy bank iqtisodiy mustaqilligi va uni belgilovchi mezonlar bilan bir ko'rib chiqamiz. Demak, GMT indeksiga muvofiq Markaziy bankning iqtisodiy mustaqilligi quyidagi mezonlarga asoslanadi. Birinchisi, hukumatga kredit berishning avtomatik jarayonining mavjud emasligi. Ya'ni bu nima degani? Byudjet defitsiti moliya uchun yoki moliya vazirligi bank Markaziy bankdan kredit olsa, demak bu 0 ball oladi. Demak, byudjet defitsitini hokazolar moliyalashtirish uchun demak kredit olsa hukumat Markaziy bankdan. Bu o'sha hukumat Markaziy bank 0 ball oladi. Keyingisi, hukumatga kredit berish imkoniyati mavjud bo'lganda, hukumat uni faqat bozor stavkasida olish kerak. Bu degani, ya'ni hukumatga Markaziy bank kredit bersa, albatta bu imtiyozli stavkada emas, balki bozor stavkasida berishi kerak yoki qayta moliya stavkasida berishi kerak. Keyingisi, kreditlar hukumatga ma'lum muddatga berilishi kerak. Albatta, Markaziy bank tomonidan hukumatga kreditlar berilyaptimi? Demak, albatta buni ma'lum bir muddati bo'lishi kerak, ma'lum bir muddatga berilishi kerak. 4-si, hukumatga berilayotgan kreditlar cheklangan miqdorda bo'lishi kerak. Albatta, ma'lum bir cheklov bo'lishi kerak berilayotgan kreditlar bo'yicha Markaziy bank. Demak, 5-si Markaziy bank davlat qarzining birlamchi bozor ishtirokchisi hisoblanmaydi. Keyingisi, Markaziy bank o'zining foiz stavkalarini mustaqil ravishda belgilashi kerak. Va 7-si, Markaziy bank bank sektorini nazorat qilish yuzasidan javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Mana bu GMT indeksiga muvofiq Markaziy bankning iqtisodiy mustaqilligini belgilovchi 7 ta mezon bo'lib hisoblanadi. Endi GMT indeksiga zid bo'lgan holatlar ham bor. Misol uchun, global moliya iqtisodiy inqirozlar sharoitida GMT indeksi mezonlariga zid bo'lgan holatlar ham yuzaga keladi. Misol uchun, o'sha 2008-yilda boshlangan jahon moliya iqtisodiy inqiroz paytida markaziy banklar va hukumatning qimmat qog'ozlarini birlamchi bozorda sotib olishga ruxsat berildi. Bilamiz, bu esa GMT indeksining Markaziy bankning davlat qarzining birlamchi bozor ishtirokchisi hisoblanmasligi mezoniga ziddir. Bundan tashqari, inqiroz davrida markaziy banklar tomonidan hukumatlarga berilgan kreditlarning hajmi ham keskin oshiriladi.